Jazolar guldastasi. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. To'polonchi o'quvchilaringiz uchun ajoyib guldasta tayyorlab qo'ydim. Bu jazolar guldastasi. Darsingizda shovg'in qilib, butun sinfni boshiga ko'tarayotgan o'quvchilarga qandaydir jazo qo'llamoqchi bo'lsangiz, ayni mana shu usullardan foydalanib ko'ring. Bu guldastamizda o'quvchilar psixologiyasiga salbiy ta'sir o'tkazmaydigan, ularga jismoniy tomondan zo'riqish bermaydigan, kreativ hamda qiziqarli jazo turlari jamlangan. Hozir birin-ketin ko'rib chiqamiz. Qaysidir o'quvchingizni jazolash maqsadida mana shu guldastani taqdim etdingiz va o'quvchilar qog'ozda quyidagicha jazo turlarini ko'rishi mumkin. Masalan, bu qog'ozchani tanlagan o'quvchi o'zining tengdoshi uchun dars davomida yozilishi kerak bo'lgan barcha konspektlarni yozib berishi kerak. O'tirmaslik. Ma'lum bir vaqt davomida o'quvchi tik turgan holatda darsda ishtirok etadi. Yoki gullarni sug'orish. Keyingi jazo turimizda esa xonani tozalash. Doskani tozalash. Bir kun davomida ana shu o'quvchingiz doskani artish vazifasini to'liq o'z bo'yniga olishi kerak. Tashqariga chiqmaslik. Bir kun davomida o'quvchingiz tanaffusga chiqmasligi kerak. Sinfdagi shkaflarni tozalash. Shu kabi kreativ jazo turlarini bilishni xohlasangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring. Yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.